Hammaga assalomu alaykum. Bugun haqiqatan 100% puliga arziydigan yaxshi hovli ko'rsataman. Do'rmon Haydarobodamiz, Mirzo Ulug'bek shunda orqa tomon degan bo'ladi. Lokatsiya juda ham zo'r, uglovoy hovli. Xolasida ikkita. Narginisi kattaroq, bunisi kichkinaroq. Xullas, uyimiz juda ham zo'r chiqqan. 207 sotu 270 kvadrat mebel texnikalari tayyor holatda. Hovlimizni birin-ketin tanishtirib o'tamiz. Hop, ketdi. Bu yerda yozgi oshxonamiz kuydirib pishirilgan alohida zona qilingan va bu yerda kotelniy xonamiz joylashgan. Kotelniy xonamizdan bitta ko'rsaydi. Mana shu juda ham yaxshi решение. Hovlida turgan yaxshi kotelniy xonamiz. Ikkita chiroyli zeleniy zonamiz va bu yerda avtomatik darvoza. Ikkita mashina olib kirib qo'ysa ham bo'ladi. Tashqarida lekin joy bemalol. Ikkita uchta mashina qo'yib qo'ysa ham bo'ladi. Tak, tepada balkonlari va bu yerda kichkina terrasa chetisi ham bo'ladi. Полностью panoramli oyna. Sifatiga 100% garantiya beriladi. Juda ham ajoyib chiqqan va bu yerda stol usti qo'yib qo'yilgan. Mana zontikini ochib qo'yilsa, masa o'tiradigan joy qilib qo'yilgan. Uy ichiga birma-bir tanishtirib o'tamiz, ketdik. Uy ichiga kirib keldik. Kirib kelganimizda eng yaxshi narsa bu tambur qilingan, ochiq bo'lsa ham alohida kattagina stroyniy shkaflari, oyoq kiyim qo'yish uchun pastda joylari, remont qilayotgan bo'lsangiz ham, конечно, saqlanib qo'ysangiz, foydali ma'lumotlarni berib o'tamiz. Pufik zona, mashit o'zi ko'pchilik hozir qilmayapti. Mana kirib keldinglar, kattagina hol. Holimizda mягкий devorlar qo'yilgan, oila davrasida televizor ko'rib o'tirish uchun kattagina televizorlarimiz ham bor. Mana как подставка sifatida foydalanilgan orqasi devor degan. Endi kirganda chap qo'ldagi eshigimizda oshxonamizga обязательно baho berib o'tinglar. Juda ham chiroyli chiqqan mebel texnika, hamma narsasi tayyor, Hofen brendiga tegishli hamma texnikamiz. Tak. Mebelni kattaligiga to'g'risi o'zim hayron qoldim. Bemalol ovqat tayyorlasa bo'ladi. Juda ham ajoyib chiqqan ekan, haqiqatan shaxsan o'zimga rostdan ham yoqdi. Mana shu o'zi bemalol ovqatlanib oila davrasida o'tirsa ham bo'ladi. Panoramli oyna, bu ham oyna ham eshik vazifasini bajaradi. Balkonga chiqish uchun birinchi etajli balkonimiz, ya'ni. Tak. Endi uyimizda ozgina mayda-cho'da ishlari bor. Endi bu yerga marhamat. Zalimizni bitta ko'raylik. Zalimizni zal. Kattagina oynalari, ko'ziladigan joylari alohida qilingan. Shift balandligi ham juda ham baland ekan, yaxshi ekan. Remontlari yaxshi chiqdi, haqiqatan did bilan qilingan. Har bitta xonaga alohida rang tanlangan. Ikkinchi qavat ko'tarilgan zinamiz. Uyimizda podvol yo'ligini hisoblagan. Endi bu mahallada bilsanglar suv yaqin, shuning uchun podvol qilinmaydi ko'p joylarda. Kichkina kladovaya joyimiz bor, eshik qo'yib qo'yasanglar, yopib qo'ysanglar ham bo'ladi. Tak. Birinchi qavat uchun umumiy yuvinish xonasi. Marhamat, yuvinish xonasini ham o'zini ko'raylik, juda ham akkuratli qilingan. Tekis pol qilingan, ahamiyat bergan bo'lsanglar, mana bitta kir mashina joyi bo'ladi. Mana pol tekis, uklon pastga qilingan, traplari alohida cho'tki qilib o'rnatilgan installyatsiyali unitazda va birinchi qavatimiz uchun spalniya xonamiz marhamat. Razmerlari yaxshi, 207 sotu bo'lishiga qaramasdan, orqada 2 metrga yaqin joyimiz bor havo aylanish uchun. Hovlini uglovoyligini yetdimi? Uglovoylik va plyusda endi sizlardan ikkinchi qavatga o'tamiz, ketdi. Tak, bu yerda kattagina illyustrlangan ikkinchi qavatimizga juda ham ajoyib chiqqan, ko'rib turganinglardek, chap qo'ldan boshlaymiz chiqqanda. Birinchi детский spalniya ko'rsating. Mana zo'r решение bo'lgan, qarang. Ikkita bola uchun mo'ljallangan, полностью mana yosh shkaf qilingan, stroyniy shkaf. Chiroyli foto bo'yli o'rtada alohida qandillari ham bor. Mana bu yerda ikkita bola uchun dars qiladigan zonalar ham alohida qilib qo'yilgan. Endi keyingi xonaga o'tamiz. Bu yerda xuddi birinchi etajdagi spalniya, xuddi shunaqa razmerda, xuddi shuni tepasida joylashtirilgan. Endi umumiy yuvinish xonasi ikkinchi qavat uchun marhamat, juda ham katta, chiroyli vannalar qo'yilgan. Installyatsiya unitazda hamma narsasi akkuratli qilingan va kattalar yotoqxonasiga marhamat. Kattalar yotoqxonasi juda ham chiroyli chiqqan. Spalniyamiz, ya'ni balkonga mana shundan chiqiladi. O'zining ichida alohida sanuzullar bor. Shkafdagi o'zingizlar baho berasiz. Garderobdan вообще muammo yo'q. Sanuzulimiz bu yerda koridor sifat qilingan, lekin juda ham ajoyib. Razmerlari zo'r qoldirilgan. Hech qaysi xonada ham sanuzulda ham tiqilib qolinmaydi. Tak, bu yerda yana bitta oxirgi spalniyamiz, bu ham kattalar yotoqxonasi degan bo'ladi. Katta shkaf, stroyniy o'rtada kravat. Tak, bu yerda har bitta anaqada teplый pol ham bor, plus radiatorlar ham qo'yilgan. Tak, juda ham ajoyib chiqqan. Mekar zonalari, podsvetkali oynalarimiz. Do'rmon Haydarobodda joylashgan uyimiz 207 sotu maydoni, tak 270 kvadrat metr uglovoyda joylashgan.
Orientir beradigan bo'lsam, Dorman Teabraskadan 3 kilometr, 2,5 kilometr taxminan yuriladi. Uglovoy katta ko'chaga juda ham yaqin. Narxi 295 ming, ko'rib turgan hamma narsaga qoladi, yangi hovli. Past raqamni qoldiramiz, yoqqan bo'lsa, qo'llab-quvvatlaverasizlar.